Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz hamkasblar. Mana navbatdagi amaliyotimizni rejalayapmiz. Navbatdagi amaliyotimiz space lifting amaliyoti. Bemorimiz 54 yoshdalar. Bemorimiz 2 yil oldin Turkiya davlatiga yosharish maqsadida yuz tortish amaliyotini o'tkazganlar. Natijada bu kishiga shunaqa yomon keloid rubes bo'lib qo'ygan. Mana aziz obunachilar, bu albatta noto'g'ri qilingan amaliyot. Aziz obunachilar, bemorimiz bizga murojaat qilib kelyaptilar. Xudo xohlasa bu chandiqlarni ham, rubeslarni ham albatta bartaraf qilib beramiz. Bizdan nimani xohlayapsiz? Klinikamizdan, professor Inyos Hamdoshodiyevdan, komandamizdan. Ishonib, Amrullo Inoyatov ishonib keldim. 30 yoshdalik yoshligimni 20 yoshga yosharishni istayman. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa opajon, Xudo xohlasa albatta bizda rubeslarni olib, chandiqlarni bartaraf qilib beramiz. Xudo xohlasa yana 15 yilga, 10 yilga yoshartirib beramiz. Albatta kuzatishdan charchamang aziz obunachilar. Ishimiz juda ham ajoyib, zo'r qilib beramiz Xudo xohlasa.